Xullas, akalar bize yetib keldik. Birinchi yuk tushiradigan joyimizga, Germaniyani bir chekka joyiga. Ostrimbergmi? Shunaqa degan ekan. O'rmonli shunaqa joylar ekanlar. Xudo xolasa bugungi ish kunimizni boshladik. Hali birinchi yukimizni olib kelib topshirmasimizdan logist уже ikkita zadaniyani berdi, yana yuk oladigan joylarni, ularni o'sha vaqtini ko'rsam bugunga ortish kerak dedi. Endi ulgursak bugun ortamiz, ulgura olmasak ertaga ortamiz. Hamma yoq o'rmonzor. Lekin havo salqin, ancha salqin. Kecha yomg'ir yog'di. Germaniyaning ko'p joyida yomg'ir yog'di kecha. Hozir ham yerlar ho'l bo'lib turibdi. Yomg'ir yog'ib o'tgan. O'sha aholi yashash punkti 30, Germaniyada 30 harakatlanish kerak. Ama avtobus to'xtaydigan joy shekilli bus tutib qo'yibdi. Через 200 метров поверните направо. Telefonga ham, planshetdagi ham qoniqmay, telefonga ham urib oldim. Поверните направо. Chunki planshet aldiydi ko'p joylarda, shuning uchun telefonga urib olgan ham zarar qilmaydi. Ish kuni boshlangani uchun odam ko'p ko'chada. Mashina ko'p. Xullas akalar, bugun yuklarni topshirib ulgurganimizcha, ulgurmasa ertaga topshiramiz. Yuklarni topshirib bo'lib ertaga adashmasam ertaga o'tamiz. Baribir bugun ulgura olmaymiz. Ertaga Xudo xolasa Shvetsariyaga o'tamiz. Birinchi marta borishim Shvetsariyaga. Tamojniy bergan. O'sha tamojniy orqali yukni rastamoshka qilib Bazel tamojniy bergan. Bazel bilan chiqib ketamiz Shvetsariyaga. O'tga borib yuk topshirib yana ikkita joydan yuk olamiz. Ortga qaytishga. Продолжайте ехать по дороге 4 километра. Xullas akalar, mana shu yukni Shvetsiyaga olib boramiz. Shvetsariyaga. Bilmayman, yengil 90 kilolik какой-то salofan. Mana bu Germaniyada qoladi. Oxirgi yukimiz. Bugun ulgura olmaymiz, ertalab tushirib Xudo xolasa Shvetsariyaga o'tib ketamiz. Hozir reklama qiladigan, yopishtiradigan mana firmaga olib keldik. Bo'ldi, bugungi ish kunimiz tugadi. Xudo xolasa endi dam olamiz. Akalar, bugun Xudo xolasa ishimiz sal ko'p. Uncha ko'p video ololmadim bugunga. Harakat qilyapman, lekin asosan bugun qishloq joylarda yurdim. Anaqa qo'ylar boqishadi. Germaniyada ham qo'ylar ko'p.
Ha. Ajoyib qo'ylar. Mana shunaqa o'rmonlarda yurdik bugun. Xudo xolasa yana 3 ta yuk qoldi. Shularni tarqatib olsak, keyin tamojniga qarab yuramiz. Ulgura olmaymiz bari bugun tamojnidan o'tishga, ertaga ertalab o'tamiz. Bugun kechqurun borib olsak o'sha yoqqa, xudo xolasa ertaga ertalab hujjatlarni rastamojka qilib, keyin Shvetsariyaga o'tamiz. Lekin yo'da sim karta anaqa ishlamas ekan. Bizni sim kartalar ishlamas ekan. İnternet ishlamaydi dedi. Videoga olib, bu yoqqa o'tgandan keyin o'tkazamiz. Xudo xolasa videolarni tashlab boramiz yana. Xullas oxirgi yukim olib ketyapman. Shuni olib borsam bo'ldi, ish tugaydi. Hozir soat nimaga qarasam, zadaniyaga qarasam, soat 6 gacha ishlar ekan. 6 gacha ishlasa ulguramiz. Xudo xolasa 20 ta kam 6 ga boramiz. Tushirib bo'lib, zapravka qilib, uje Germaniya bilan Shvetsariya chegarasiga borib, o'sha parkovkada o'shda qolamiz. Tamojni ertaga ertalab 8 dan ishlaydi. 8 gacha xudo xolasa dam. Bu asosan mana shunaqa chekka joylarda yurdim. Juda ham chekka joylarda. Lekin atmosfera va shu bomba. Hamma yam-yashil, chiroyli. Germaniyada mahallaning ichlari ham 30 tezlik bilan chegaralangan. Hamma 30 da yuradi. Hamma 30 tezlikda yuradi. Bu albatta yaxshi, zo'r. Chunki yosh bola chiqib qolishi mumkin. Bemalol 30 tezlikda mashinani to'xtatsa bo'ladi. Hamma 30 tezlikda sekin, shoshmasdan harakatlanadi. Через 200 метров поверните налево. Biz ham mana 30 tezlikda yuramiz. Bugungi kunimiz qandaydir, ishimizni kech boshlaganimiz bilan xudo xolasa kunimiz yaxshi o'tdi. Yuklarni hammasiga ulguryapmiz deyarli. Hozir yopilib qolmasdan bu yukni topshirib olsak, ertaga ishlamaydi telefonlarimiz. Ertaga kechga qo'ysa, indinga ham ko'ramiz endi xudo xolasa videoni chiqarishlikka. Imkon qadar tez yangiliklardan xabardor qilib turaman xudo xolasa. Yaqin kunlarda ozgina qoldi xudo xolasa, men o'sha aniqlik kiritib olmasam, o'sha nomer topdim xudo xolasa. Instagram nomerlarini Telegram kanalimizga qo'yamiz xudo xolasa. Bo'yli. O'sha ish bo'yicha o'sha nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Buni ham aytib o'taman hali. Biz yukimizni topshirib oldik. Mana shu mebel do'kon ekan. Anaqa mebellar sotar ekan. Yuk topshirib bo'ldik. Endi xudo xolasa zapravka qilib mashinani zapravka qilib bo'ldi. Endi o'sha chegaraga boramiz xudo xolasa. Через 100 метров, если возможно, развернитесь на 180 градусов. Chegaraga boramiz. Поверните налево. Kunni yaxshi tugatib oldik, xudoga shukr. Yaxshi.
Hozir endi magazinga kirib, u bu narsa olsak. Chunki Shvetsariyada o'z nomi bilan Shvetsariya oziq-ovqatlar ancha qimmat u yerda. Endi men bormaganman, borgan akalar aytishdi. Oziq-ovqatni harakatini qilib qo'ygan deb. Qani endi xudo xolasa, Osaka magazinga borib, u bu narsa olib bo'ldi. Endi shu bilan zapravka qilib, parkingga borib dam olamiz, xudo xolasa. Akalar keldik biza. Chap tomonda turgan birinchi mashina meniki. Germaniya chegarasidamiz. Mana bu birinchi Germaniyaniki, keyin Shvetsariyaniki. Hamma navbatda turibdi. Xudo xolasa, ertalab 8 dan ochilishi bilan hujjatlarni rasmiylashtirib o'tamiz. Xudo xolasa. Ertalabgacha dam endi. Mashina ko'p, juda ham. Hamma navbatda. Sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Hammaga xayrli kech.